Va'da qilganimizdek ustalarda ishlash jarayonini ko'rsataman. Albatta bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlar uchun qiziq ma'lumot bo'ladi. O'rtoqlar, bu obyektimiz high-tech uslubida qurilganligi uchun high-tech uslubiga mos plitkalarimiz bor. Ya'ni bu plitkalar reginli plitka deb ataladi. Razmerlari 40 sm ga 5 sm, tolshinasi 1,5-2 sm bo'ladi. Hozir prямо ustalarning yoniga chiqib, batafsil yana ma'lumot beraman. O'rtoqlar, mana nihoyat tepaga ham chiqib oldik. Tak hozir bu plitkalarni to'g'ri ustanovka qilish, razmerlarni to'g'ri olishi yana ham batafsil tushuntirib o'tamiz sizlarga. Ustaga qarang, savol. O'zi plitkani ustanovka qilishda birinchi nimadan boshlash kerak? Qanday boshlanadi? Shuni bir qator aytib o'tib keting. Ustanovka qilishdan oldin birinchi o'rinda обязательно devorga gruntovka surtish shart. Buni esdan chiqarmanglar. Keyin xotirjam plitkani ustanovka qilsa bo'laveradi. Gruntovka qilinmasa tushib ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Ha, ko'proq bo'ladi. Tak, buni qanaqa razmerlari olish? Bu plitkani imini razmerlari necha santimetrda bo'lishi kerak shoflari? Shoflari 1 santimetrda bo'lishi kerak. Mana ikkita plitkani o'rtasiga bitta qo'yilganda, ikki chekkasida 1 santimetrdan joy qolish kerak. Zatekasi uchun. Plitkalarni to'liq yopishtirib bo'lganimizdan keyin shoflarini maxsus zatirkalar bilan to'ldiramiz. Albatta bu jarayonni ham sizlarga ko'rsatib boramiz. Jarayonga oid savolinglar bo'lsa yozib qoldiringlar. Albatta bizga obuna bo'lishni ham unutmanglar. Keyingi videomiz nima bo'lishi haqida ham yozib qoldirsanglar bo'ladi. Aloqa uchun pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz.